2025-yilda Denov tadbirkorlik pedagogika institutida o'sha arxeologik tadqiqotlar sohasida ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan 2025-yil may, iyun oylarida Denov tadbirkorlik pedagogika instituti, Samarqand arxeologiya instituti va Xitoyning Shimoliy G'arbiy universiteti bilan hamkorlikda Uzun tumanida Chinortepa arxeologik yodgorligida qazuv ishlari amalga oshirildi va bu yerda ilk o'rta asrlar davriga oid bo'lgan o'sha yodgorlikni aniqlanishi yoki o'sha birgina Denov tadbirkorlik pedagogika instituti va arxeologiya sohasida yana bitta katta yutuqqa erishdik. O'zbekiston madaniy meros agentligi huzurida o'sha arxeologiya instituti bilan 5 yilga o'sha memorandum imzolandi. Bu ham kelgusida o'sha doktorantlar, tadqiqotchilar, umuman o'sha arxeologiya sohasi, tarix sohasida ilmiy ish qilaman deganlar uchun ham bu ikkala institut o'rtasida o'zaro o'sha hamkorlikni yo'lga qo'yilishi, bu yerda nafaqat o'sha birgalikda arxeologik tadqiqotlar, balki birgalikda konferensiyalar, birgalikda o'sha o'quv seminarlar tashkil qilinishi belgilangan. Yana bitta qo'shimcha material sifatida aytib ketishimiz mumkin. Denov tadbirkorlik pedagogika instituti aynan arxeologiya sohasida bu hali yaqinlashib kelayotgan 2026-yilda ham bir vaqtda o'zida ham Sho'rchida ham Uzun tumanida arxeologik tadqiqotlar olib borishni reja